بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز جماعة المسلمين، محترم عزيز مخلص ومخلصalarimiz, Alloh haq subhanahu va taologa shukronalarimiz bo'lsinki, bizlarni mu'min, musulmon qilib yaratdi. Rasulimiz alayhissalatu vassalamdek zotga ummat qilib yaratdi. Siz bilan biz mana shunday zotga ummat bo'lganligimizdan faxrlanmoqligimiz, u zotga doimo salovat va salom aytib, muhabbatimizni ziyoda qilmoqligimiz kerak. Rasulimiz alayhissalatu vassalamning hayotlari haqida suhbat qilishlikka va'da bergan edik. U zotni hayotlarini o'rganmoq uchun talab qilinadigan eng birinchi narsa u zotga muhabbatdir. Qay darajada muhabbatimiz bor, har birimiz o'zimizni mulohaza qilaylik. Odatda inson nimani yaxshi ko'rsa shuni doim o'ylanib yuradi. Kimni sevsa doim hayolidan shu zotni o'tkazib yuradi. Ehtimolki o'sha uchun ham sevgan narsalari, yoqtirgan narsalari tez uning tushiga ham kirib turadi. Men ba'zan yig'layman. Ya Rabbi, nega men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tushimda ko'ra olmayapman? Nega ko'ra olmayapman? Sog'indim. O zotni sog'indim. O zot o'z ummatini sog'ingani kabi men ham sog'indim. Allohim o zotni tushlarimga kirgiz. O zotga muhabbatimni ziyoda qil. Azizlarim, siz ham Allohdan shuni so'rang. Alloh muhabbatingizni ziyoda qilsin, tushlaringizga kirsin. Rasulimiz alayhissalom o'zlari bir kuni dunyodan o'tishlaridan bir necha kun avval Uhud maydonida dafn bo'lib yotgan aziz ashoblarini qabrlarini ziyoratiga chiqdilar. So'ng Jannatul Baqi qabristoniga ham chiqdilar va mana shu joyda turib, men do'stlarimni sog'indim dedilar. Men do'stlarimni sog'indim deb yig'ladilar. Oldilarida turgan sahobalar, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ota-onamiz sizga fido bo'lsin. Biz emasmi do'stlaringiz?" dedilar. Rasulimiz alayhissalom, "Yo'q, sizlar meni ashoblarimsiz. Unda do'stlaringiz kim?" dedilar. "Do'stlarim mendan keyin, meni ko'rmasdan menga g'oyibdan iymon keltirgan ummatlarim" dedilar. Bizni aytdilar. Biz Rasulimiz alayhissalomni ko'rmadik, lekin g'oyibdan iymon keltirdik. U zot esa bizni do'stlarim dedi va ko'zlariga yosh olib, "Men ularni sog'indim" dedilar. Ashoblar hayron qoldilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, o'zlari bizlarni ko'rib turadilar, suhbatlashadilar, taniydilar. Qiyomatda o'zlaridan keyin ko'rmasdan o'sha g'oyibdan iymon keltirgan siz do'stlarim degan ummatlaringizni ham taniysizmi?" dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom ularga qarab, "Agar sizlarni ko'pgina otlaringiz bo'lsa-yu, mana shu otingizni ichida bittasini boshida oq qashqasi bo'lsa, tanib olasizmi?" dedilar. "Ore ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Albatta, agar oq qashqasi bo'lsa, qo'lida, oyog'ida ajratamiz" dedilar. Buni arab tilida g'urran muhajjilin deydi. Shunda Rasulimiz alayhisalom sahobalarga qarab, "Men ham mendan keyin meni ko'rmasdan menga iymon keltirgan ummatlarimni g'urran muhajjilinidan, tahorat olgan joylaridan chiqib turadigan nurlaridan tanib olaman" dedilar. Azizlarim, nuringizni ziyoda qiling. Tahoratda doim bo'ling. Sajdangizni ko'paytiring, toki qiyomatda nurimiz ziyoda bo'lsin. Qancha ko'p sajda qilsak, qancha ko'p taqvoda tursak, qancha ko'p muhabbat qilsak, nurimiz shuncha ziyoda bo'ladi qiyomatda. Mana nurim eng ziyodasi bo'lsin-u, Rasulim meni ko'rsin degan har bir ummat buni harakatida bo'lsin. Shunday ekan, siz bilan biz u zotni ko'rishlikka
u zot bizni ko'rishlikka mushtoq bo'lgani kabi mushtoq bo'lib nurni ziyoda qilaylik. Rasulimiz alayhissalom ummatini sevar edilar. Bu dunyodan o'tayotganda ham eng oxirgi aytgan so'zlari ummatim, ummatim degan edilar. Qiyomatda hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, vo nafsim, vo nafsim deb turganda ham Rasulimiz alayhissalom ummatim, ummatim nima bo'ldi dedilar. Hamma narsasini, bori butuni ummatga sarflagan, mana shuncha qiyomatgacha keladigan ummatlarni hidoyatiga sababchi bo'lgan, Allohni tanitishga musharraf bo'lgan, Qur'oni Karimni bizlarga yetkazgan, qiyomatda ummatini shafoat qiluvchi bo'lgan zotni sevmaydigan yurak emas azizlar. U yurakni tashlash kerak. Toki agar u shunday zotni sevmasa. Shunday ekan azizlar, Rasulimiz alayhissalomning hayotlarini o'rganishdan maqsad u zotga muhabbatni ziyoda qilmoq. Muslimun.uz Bundan 14 asr muqaddam mana shu siz bilan biz bugun suyib eslayotgan mahbub payg'ambarimiz alayhissalom tavallud qilgan edilar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Alloh aytganidek, agar u zot bo'lmasa dunyo yaralmas edi. Payg'ambarimiz alayhissalomni vaqtiki kelib payg'ambar bo'lishliklarini, dunyoga kelishliklarini, ismlarini Muhammad bo'lishligini ham iroda qilgan Allohim o'zi mana shu soatni yaratib, shu soatga imkoniyatini qo'yib, ayni keladigan kunlarni ham o'zi tayin qilgan edi. Payg'ambarimiz alayhissalomning otalari Abdulloh, bobolari Abdul Muttalib, Qurayshlar qabilasidan, Hoshimiylar sulolasidan, go'zal bir oiladan edilar. Ular qarangki, vaqtiki kelib butun ummat o'sha tomonga yuzlanadigan Ka'baning xizmatchilari edi. Ka'ba esa yer yuzidagi Allohning ramziy uyi hisoblanadigan bir baytdir. Allohning uyi deb atalinadi, zero Alloh la makon. Allohning qayerdaligini hech kim bilmaydi. Bizning Hanafiy mazhab ahli sunna ulamolarimiz, aqoid ulamolarimiz innalloha la makon, Allohning makoni yo'q deb o'rgatgan. Lekin qalbimizga doim bir makonga muhtojlik bor, bir jihatga muhtojlik bor. Biror bir kishiga yuziga qarab gaplashishimizda rohatlik bor. Banda sifatida Allohni qayoqqa qarab murojaat qilishlikni ham bizga tayin qilib, yer yuziga Alloh o'zining ramziy bir uyini, Baytullohni, Ka'bai muazzamani bino qildirgan. Payg'ambarimiz alayhisalomning ajdodlari mana shu Ka'baning xizmatkorlari o'laroq hayot kechirganlar. Lekin u oilada Odam alayhissalomdan beri silsila, o'sha Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom dedilar. Mana Mavludi Sharifda ham keladi. Boshqa tarixiy sirat kitoblarimizda ham Ismoil alayhissalomga olib borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shajaralarini taqiydilar. Silsilalarni ulaydilar. Mana shu silsila to Rasulimiz alayhissalom tug'ilgunga qadar o'tgan ajdodlarini hammalarini oilalarida hech kimni aqli yetmaydigan, tasavvur qilmaydigan ajib bir karomat bor edi. Kim? Mana Abdullohning otasi Abdul Muttalib, ularning otalari Qurayshlar, o'sha Abdumannof, hammalari qaysinisi payg'ambarimizga bobo bo'lib, ota bo'lib, ajdod bo'lib taqalayotgan bo'lsa, shu odamdigina yuzida, peshonasida bir nur bo'lar edi. Uni ular bilmas edi. 10 ta o'g'li bo'lsa ham ichida bittasida nur bo'lardi. Mana shu nuri bori u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shajaralariga ulanadigan bobolari bo'lar edi. Ular mana shunda bir fazilat bor, bir xislat bor deb qo'yardilar xolos. Lekin mana shu nur payg'ambarimiz alayhisalomning nuri ekanligini bilmas edilar. Nur o'tdi, yillar mobaynida silsila o'tib Abdul Muttalibga, Abdul Muttalibdan esa o'g'li Abdullohga o'tdi. Abdul Muttalib o'g'li Abdullohga qarab kular, termilar, suyib erkalar, bobomizdan meros bo'lgan nur senga o'tdi bolam deyar edi. O'zidagi nur Abdullohga o'tgan edi. Haqiqatda Abdulloh juda ham go'zal odam, go'zal yigit edi. Hamma ko'rganlar havas qilardi. Qaniydi mana shu yigitni biz kuyov qilsak deyardi. Ba'zan o'tib ketayotganda o'zini ushlay olmagandan ayollar takliflar berardi. Menga uylangin, men senga turmushga chiqay Abdulloh deyardilar.
Biror bir kishining jur'ati Abdullohga tik gapirishga bora olmas edi. Har qanday odam oldiga borganda peshonasidan, yuzidan chiqib turgan nurdan o'zini yo'qotar edi. Abdul Muttalib ham shu o'g'lini boshqacha ko'rar edi. Qaror qildilarki, mana ham bir endi ota bo'lib o'g'lim Abdullohni uylasam, bu yuzlari munavvar o'g'limga kimni kelin qilsam ekan dedilar. Hammaga taklif berdi. O'g'lim Abdullohni uylamoqchiman dedi. Hamma so'raydilar, o'sha yuzida nuri borini uylamoqchi ekanlar. Peshonasida ajib bir istarasi bor o'g'lini uylarkan, hamma orzu qilyapti qudachilik rishtasini bog'lashlik. Bu xonadonga kelin topishar, bu xonadondan kelin topar. Abdullohning otalari Abdul Muttalib borardilar-da, kelinni oldiga borar, xonadonda gaplashar, hamma yo'g'i yaxshi bo'lar edi, ammo nimagadir qalbida muhabbat tuyg'usi yo'qolib qolaverar edi. Shuni kelin qilaman deb borgandan keyin o'sha joydan aynib qani bir o'ylanaylikchi deb qaytib kelardi. O'zlari ham bilmasdi nega bunday bo'layotganini. Haqiqatda ham bilmaydilar, chunki Abdullohning jufti halolini kim bo'lishni yaratganini o'zi ixtiyor qilardi. Chunki bu buyuk juftlikdan buyuk bir zot dunyoga kelishligi kerak edi. Ana shuning uchun ham Alloh taolo bu qalbdagi muhabbatni sug'urib kutib turdi. Oxiri xabar keldiki, shu o'zimizni qabilamizdagi Vahb degan odamda bir qizi bor ekan, Omina degan qizlari bor ekan. Uni yuzi ham xuddi Abdullohning kabi nurli ekan dedilar. Yuraklari jig'illagan Abdul Muttalib shuni ilinjida bordilar. Haqiqatda ham Abdulloh o'z xonadonida qanaqa nufuzga, qanaqa hurmatga, qanaqa go'zallikka ega bo'lsa, Omina qizlari ham xuddi shunday ekan. Ikkita bir-biriga mos bo'lgan juftlikni ko'rdilarda, mana shu qizni kelin qilishlikka qaror qildilar. Bu juftlikni Allohning o'zi iroda qilgan edi. Buyuk zotning onasi kim bo'lishligini ham Allohning o'zi tanlagan edi. Omina onamiz bilan Abdulloh orasida buyuk bir rishta, buyuk bir nikoh bog'landi. Keyin aytib o'tishligimiz kerakki, Mavlud-i Sharifda zikr qilganidek, Payg'ambarimiz alayhissalomdan to yuqoriga qancha ajdod ketgan bo'lsa, birortasi benikoh turmush qurmagan. Hammasida sifohlik bo'lmagan, nikohlik turmush bo'lgan. Abdulloh bilan Omina onamizni nikoh qildilar. Buyuk bir juftlik paydo bo'ldi. Omina onamizni olib keldilar. Abdulloh otalari Abdul Muttalibdan duo olib, yangi rafiqasining huzuriga kirib ketayotgan edilar. Ibn Hishom degan ulug' tarixchi olim o'zlarining Siyrat-i Nabaviyya degan kitoblarida Ibn Ishoq degan olimning kitobidan bir parcha keltiradilar. Bir voqeani yozadilar. Keling voqeani eslaylik. Abdulloh otalaridan duo olib, Omina huzuriga kirib ketayotgan edi. Yo'ldan bir ayol chiqdi. To'xtatib, "Siz Abdullohmisiz?" dedi. "Ha, Abdullohman." "Abdul Muttalib o'g'lisiz." "Shunday. Sizni qidirib kelgan edim. Xizmat singlim" dedi. "Sizga turmushga chiqmoqchi edim" dedi. "Kech qoldingiz. Men uylandim. Hozirgina nikohlandim. Hozir otam Abdul Muttalibdan duo oldim. Rafiqamning huzuriga kirib ketyapman" dedi. Qiz yig'lab turib oldi. "Hattoki agar siz menga uylanmasangiz, o'zimni jonimga qasd qilaman" degan gaplarni gapirdi. Hayron bo'lgan Abdulloh otasi Abdul Muttalibga "Bir ayol keldi, juda qiynayapti, sizga turmushga chiqmasam bo'lmaydi deyapti, nima qilay?" dedi. "O'g'lim, bugun birinchi hayotingizdagi barakali, fayzli kunda yomonlik bilan boshlamaylik. U qizni yupating. Sabr qil. Bugun otam nikohlagan qizning huzuriga kirmoqdaman. Sabr qil, ertaga seni ham nikohimga olay deb ayting" dedi. U sabr qilsin dedi. Bu gapni aytganda haligi ayol noiloj ko'nib o'tirib qoldi. Abdulloh Omina onamizning huzuriga kirdilar. Bu kecha Alloh ixtiyor qilgan. Alloh taolo o'zi yaratgan bandalarini qachon juft bo'lishligini, birga bo'lishni iroda qilgan kun edi. Abdulloh Omina onamiz bilan uchrashdilar, suhbatlashdilar. Ertalab chiqsa, haligi ayol ketmasdan kutib turgan ekan. Shunda qaradilarda Abdullohning yuziga termalab turib, bir burildida qaytib ketdi. "To'xta" dedi Abdulloh. "Ey ayol, kecha men uchun joningni fido qilayotganding, nega burilib ketyapsan?" "Sizga haqiqatni aytmagan edim" dedi. "Men akam bilan birga barcha avvalgi kitoblar, Injil va Tavrot hammasini o'qiganmiz. Butun diniy manbalarda o'qiganmiz. Shu kitoblarda oxiri zamon payg'ambari dunyoga kelar ekan, mana shu Makka mukarramada tavallud bo'lar ekanlar. U zotni tavallud qildirishga sabab bo'ladigan otasini peshonasidan nur bo'ladi degan o'qishni o'qib,
Butun Quraysh erkaklarini istab chiqib shu nurni sizda topgan edim. Sizga turmushga chiqmoqchi bo'lgandim. Chunki oxir zamon payg'ambarining onasi men bo'lsam deb orzu qiluvdim, lekin adashgan ekanman. Ertaman chiqqanda sizdan nurni ko'rmadim dedi. Haqiqatda endi bu nur Omina onamizga ko'chib o'tgan edi. Omina onamiz dunyodagi eng go'zal kelinchakka, eng go'zal ayolga aylangan edilar. Dunyoda bunaqa baxtli oila bo'lmagan ekan. O'zlari 2 oygina yashashgan bo'lsa-da, bir-birlariga muhabbatlik, sadoqatlik edi. Abdulloh Omina onamizni kundan kunga yaxshi ko'rib borar, kundan kunga iltifot qilardi. Omina onamiz esa kundan kunga o'zini baxtli sezar, har kuni yangi bir o'zgarishlarni ko'rar, yuzli chiroylilashib borayotgani, badani yengillashib borayotganidan hayratlanardilar. Bir voqea bo'ldi. Qurayshliklar, bilasiz, Makka juda sahro xalq, sahroyi xalq, daraxt yo'q. Abdullohning qalbiga bir xalqi uchun, yurti uchun xizmat qilishlikdek buyuk bir xizmat ilinji paydo bo'lib, o'zining tog'a qarindoshlarini eslab qoldi. Abdullohning tog'alari Bani Najjor degan qabiladan bo'lib, bular Yasribda, ya'ni hozirgi Madinai Munavvarada yashardilar. Ular dehqon edilar. Ba'zi birlari duradgorlik bilan shug'ullanganligi uchun Najjor laqabini ham olgan edi. Najoriylarning huzuriga borib, xurmo ko'chatlarini olib kelib, Makka ga ekib xurmozor qilish niyatida Abdulloh otasi Abdulmuttalibdan ruxsat so'rab, Madinaga safarga ketdilar, Yasribga ketdilar. Chiqib ketayotganlarida dunyodagi eng go'zal ayoli bo'lgan, suyukli mahbubasi bo'lgan Omina onamiz kuzatib qoldilar. Eshik oldiga borar ekan, orqalariga bir qaradilarda, "Nima olib kelay?" dedilar. "Men Yasribga ketyapman. Alloh sizni o'z omonatida saqlasin, yaxshi borib keling" deyishdan boshqa gapni aytmadilar. Lekin ikkalasining ham qalbi o'zgacha, niyatlari boshqacha bo'lishiga qaramasdan, qalbida ozgina bo'lsa ham bir g'ashlik bor edi. Omina onamiz Abdullohni to qorasi yo'qolgunga qadar orqasidan termilib qoldilar. "Yasribdan keldim. Xush kelibsan. Sizni o'g'lingiz bormidi Abdulloh?" degan. "Alhamdulillah, yuzlari munavvar o'g'lim bor Abdulloh" dedi. "Men Bani Najjor qabilasining topshirig'i bilan keldim. Siz sevgan, siz suygan o'g'lingiz Abdulloh Yasribda qazo qildilar, olamdan o'tdilar" dedi. Shu paytgacha juda ko'p musibatlarni ko'rgan bu oqsoqol odam qancha yaqinlardan ayrilganda ham bunday holatga tushmagan Abdulmuttalibning oyoqlari o'ziga bo'ysunmay qoldi. Asta bukilganicha yerga cho'kkalab qoldilar. Ko'zdan oqqan yoshlari oppoq soqolini uyutib yuborgan edi. Abdulloh o'g'lini esladilar, ko'zlaridagi nurlarini esladilar, yuzlaridagi istarani esladilar. "Nahot shu o'g'limdan ayrildim" dedilar. Birdan xayoliga endigina 2 oygina yashagan kelini keldi. "Qanday qilib bu gapni aytaman" dedilar. Asta o'zini qo'lga olib hujra tomon yurdilar. Ichkaridan kelini chiqib keldi. "Qizim" dedilar. "Allohning taqdiri ekan. Abdullohdan ayrildik. Yasribda olamdan o'tibdi" dedi. Omina onamiz o'zlarini yo'qotdilar. Chiqib ketayotganda xayrlashgan erini esladilar. Har kuni erkalatadigan erini esladilar. Dunyodagi eng baxtli oilamiz degan kunlarni esladilar. Yig'lab yubordilar. Lekin Abdulmuttalibni ham, Omina onamizni ham qalbiga bitta berayotgan rohat bor edi. Omina onamiz bu rohatni Abdulmuttalibga shunda aytdi. "Bobojon, tug'ilajak nabirangiz endi yetim tug'iladimi?" dedilar. Ya'ni homilador edilar. Abdulmuttalibning qalbida bitta ilinj bo'ldi. "Har qalay o'g'lim Abdullohdan bir meros bor ekan-ku" dedilar. "Allohim, mana shu ne'matingga ham shukr" dedilar. "Abdullohdan ayrilgan bo'lsam, endi nabiram dunyoga keladi" dedilar. Va shu kundan e'tiboran keliniga, qiziga bo'lgandek munosabatni bildirib, dunyoga kelajak nabirasini o'ta intiqlik bilan kutdilar. To'g'ri, unga qadar nechta nabiralar ko'rgan, nevaralar, chevaralar ko'rgandi. Lekin hech qachon mana shu nabirani kutganchalik kutmagan edi. O'zi ham hayron bo'lar, boshqalarga aytar, "Shu nabiramni tug'ilishini boshqacha kutyapman, hayronman" derdilar. Qalbida muhabbat jo'sh urardi. Ba'zi bir g'iybatchi ayollar esa Abdulmuttalibni gangitib olishma ham bo'lishdi. Oldilariga chiqib, "Ominani tekshirishga ruxsat bering. U homilador emas" dedilar. "Boylikka ega bo'lish uchun sizning uyingizda o'tiribdi chog'i. Homilador ayol bunaqa bo'lmaydi. Na yuzida bir dog'i bor, na ko'ngil aynishi bor, hech narsa yo'q. Homiladorlikni sezmayapmiz, tekshiraylik" dedilar. G'azablangan Abdulmuttalib, "La'nat bo'lsin sizlarga. Meni kelinimni yolg'onchiga chiqaryapsizlarmi?" dedi. "Kelinimning batnida mening o'g'limdan bo'lgan meros bor. Inshaalloh u dunyoga keladi.
Sizlar uni yolg'onchi qilmanglar, kelinim yolg'on gapirmaydi dedilar. Bu gap Omina onamizga kelganda ma'yus kuni kulib qo'ydilar xolos. Chunki o'zlari ham hayron bo'lardilar. Odatda homilador ayollar shikoyat qilar, qo'yni aynirar, qiyinchilikni ko'rardilar. Lekin Omina onamiz esa kundan kunga yengillashib borardilar. Yuzini birorta joyda nuqtadek dog'i yo'q edi. Ko'zlari ham chiroyli, yuzlari go'zal bo'lib borardi. Hatto bir narsani hech kimga ayta olmas edi. Ba'zan kechalari eshikka chiqqanda bilmasdan oyoqlari bir narsaga turtilib, qoqilib ketsa, ko'zga ko'rinmas sharpalar ushlab qolar edi. Yiqilmasin deb qolardi. Hatto bir kuni oftobda o'tirganlarida beixtiyor osmondagi yonida turgan daraxtning shoxi bundoq engishib soya qilib turganini ko'rganda yugurib uyga kirib ketdi, qo'rqib ketdilar. Nima bo'lyapti deb tushunmasdilar. Nega bunday bo'lyapti? Atrofimdagilar kim ekan? Nega men yiqilsam ushab qolyapti? Nega men kundan kunga go'zallashib boryapman deb hayron bo'lardilar. O'zlarining tanalarida olib yurgan zot hali dunyoga kelmasdan Alloh tomonidan ikrom ko'rsatilayotganini sezmasdilar. 9 oy ham o'tib ketdi. Intiliqlar, kutishlar, orzular nihoyasiga yetdi. Nafaqatgina bu, u 2 oilani Abdulmuttalib va Omina onamizning kutishlari edi. Bu kutishni maloikalar ham kutayotgan edi. Butun borliq olam kutayotdi. Arshga ismi yozilgan zotning dunyoga kelish daqiqasi yaqinlashganligi to'g'risidagi xabar butun malakut osmoniga tarqadi. Siz kutgan daqiqa keldi deb Alloh amr qildi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hozir tug'iladilar dedi. U zotning tug'ilishlarini eshitganda butun farishtalar o'rinlaridan turib ketdilar. Borliq hayvonlar bir-birlariga fasohat lisoni ila muborakbod qildilar. Oxir zamon rasuli dunyoga kelyapti deb hammaga xabar ketdi. Inson eshitmadi xolos. Butun osmon ahli eshitdi. Farishtalar o'rinlaridan turdilar. Marhabolar aytdilar. Shuning uchun ham Mavlud shu joyga kelganda biz ham o'rnimizdan turamiz, xuddi o'shalar kabi. Go'zal bir holat. Omina onamiz sezdilarki, bola tug'ilish arafasi yaqinlashib qoldi. Bittagina eridan qolgan merosi bor edi. Bu ham bo'lsa Umma Aymana degan qora cho'ra ayol edi. Boshqa narsa qolmagan edi. Umma Aymana doya edilar. Umma Aymanani chaqirdi. Umma Aymana, "Men hozir tavallud qilaman shekilli. Qornimda og'rig'am yo'q, lekin g'alati his qilyapman" dedi. Vaqti soat yaqinlashganini ko'rgan Umma Aymana bunday nodir holatni o'zi boshqara olmayman deb qo'rqqanidan bir necha kishiga doyalik qilgan Fatima doyani chaqirib chiqdi. Qo'shnisi bor edi, doya ayol Fatima deb. Fatima doya ham, Umma Aymana ham Alloh bilan rozi bo'lsin, tarixda buyuk zotning doyasi bo'layotganidan bexabar edilar. Ular yugurib chiqdilar. Qarasalar Omina onamiz tavallud holatida turibdilar. Keldilar, atrofida turdilar. "Qizim, bardam bo'l" dedilar. Lekin ular bir-biriga qarab, yelkasini qisib hayron bo'lardilar. Chunki ayni shu paytda Omina onamiz u tomonga qarab bittasi bilan gaplashar, bu tomoniga qarab bittasi bilan gaplashar, tabassum qilar, kular edilar. Ular ko'rmayotgan narsa bu Iso alayhissalomning onasi Bibi Maryam bilan Firavnning ayoli, Qur'onda nomi kelgani Osiyo onamizning ruhlari edi. Alloh ularni ham doyalikka olib kelib qo'ydi. Buyuk bir payg'ambarning onasi bo'lgan Bibi Maryam muborakbod qilib Omina onamizni boshini silar. Dini uchun, diyonati uchun qozonda kuyishga rozi bo'lib Qur'onda nomi kelgan Osiyo onamiz dalda bo'lardilar. Fatima bilan Umma Aymana esa termilib turardi. Birdan atrofni nur tutib ketdi. Ulamolar kitobda yozyaptiki, mayli deydilar munofiqlar ishonmasin, mayli boshqalar buni ertak desin, mayli mubolag'a desin, lekin bor haqiqat shuki, u zot tug'ilganda osmonga nur taralib butun olam ko'rgan deydilar. Shundoq tug'ildi, atrofni nur tutib ketdi. Umma Aymana onamiz hamda o'sha yerda turgan doya Fatima bir-biriga ushlanib qoldilar, chunki chiqayotgan hiddan mast bo'ldilar. Bir-birlariga termilar, Omina onamizga qarar, chaqaloqqa qarardilar. Bundan oldin nechta bolaga doyalik qilgan bo'lsa ham bunday mo'jizani ko'rmagan doya Fatima bolani qo'liga olarkan, "Subhanalloh" dedi. Bolani kindigi kesilib tug'ilgan edi. Butun vujudlari jannat surmalari bilan, zaytunlari bilan surmalangan, zaytunlangan edi. Eng ajablanarlisi, Umma Aymanani ham, hatto Omina onamizni ham, butun o'sha yerda turgan 2 doyani ham taajjublantirgan, hayron qoldirgan narsa tug'ilayotgan go'dak qo'li bilan avratini berkitib tug'ilgan edi. Bu holatni qo'liga olar ekan, Fatima doya hayron bo'ldilar.
Omina onamizga qarab, sen bola tug'mading, farishta tug'ding desam yolg'on bo'lmasa kerak dedi. Bunday chaqaloqni ko'rmaganman dedi. Haqiqatda ham bunday go'zallik, chaqaloqdan chiqayotgan hid jannat hidi edi. Omina onamizni asta qo'liga berdilar. Qo'liga olar ekan, bolasidan ko'zini uza olmay qoldi. Uzoq termilib turdilar. Yuzlaridan o'pdilar. Mahkam bag'riga bosdilarda anchadan beri saqlab turgan ko'z yoshlarini chiqara boshladi. Ey nurli bolam, munavvar bolam, hidlari muattar bolam, tug'iliboq yetim bo'lgan bolam, otasini ko'rmagan bolam. Qani endi otang seni ko'rganda edi bolam dedilar. Bag'riga mahkam bosdilar. Butun vujudlari muattarlanib ketdi. Emizdilar, ichkariga olib kirdilar. Birinchi bo'lib o'zlari emizdilar, keyin Suvayba degan bir ayol ozgina emizishga yordam berdilar. Bu Suvayba emizishligi bilan amakilari Hamza radhiyallohu anhu ham emizganliklari uchun Rasulimiz Hamza amakilari bilan emikdosh ham bo'ldilar. Mana shunday bir vujud holatida o'zlarini zo'rg'a ushlab hujraga kirdilarda Abdul Muttalibga xabar yubordilar. Abdul Muttalib ayni paytda taof qilayotdilar. Yugurib bordilarda, "Nevara ko'rdingiz?" dedilar. Ishonmadilar. Rostdanmi? Omina tug'dilar, o'g'il tug'dilar. 80 dan o'tgan odam yosh bolalarcha yugurar edi. Kitoblarda yozadiki, yugurganda choponlari xuddi qanotga o'xshab qilpiragan deydilar. Yugurib bordilar, hujrani shundoq eshigini ochib kirdilarda to'xtab qoldilar. Keliniga qaradi, chaqaloqqa qaradi. "Mashalloh, qizim, shu bolani sen tug'dingmi?" dedi. "Shunday, nabirangiz Abdullohning merosi muborak bo'lsin" dedi. Qo'liga olar ekan, keliniga yana bir bor Umma Aymana Fatima aytgan gapni gapirdi. "Bu bola emas, farishta-ku" dedi. Yuzlaridagi bu nur, munavvarlik, muattarlikdan mast bo'ldi. Qo'liga olib termilib turdilar. Ka'bani taof qildirdilar. So'ng so'radilar, "Qizim, nima ism qo'yaylik?" dedilar. "Otajon, bir narsani sizga aytmayotgan edim. Nabirangizga homilador bo'lganimdan beri 2-3 marta bir xil tush ko'rdim. Tushimda bir ovoz eshitdim. Sen butun olamni sayyidini onasi bo'lasan. U dunyoga kelsa ismini Muhammad qo'y dedilar. Muhammadning tarjimasi maqtalanuvchi zot degan ma'noda berardi. Hamd so'zdan olingan. Bu gapni eshitishiga Abdul Muttalib ham vujudlari qaltirab, "Allohga qasamki, boyatdan beri nabiramga nima ism qo'ysamikin deyodim, shu Muhammad ismi tilimga kelyapti" dedi. Alloh o'zi ixtiyor qilgan ism qo'yildi. Butun olamning rahmati bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam tavallud topdilar. Ayni bu voqea mana shu Rabiul Avval oyining 9 yoki 12 Rabiul Avval kuni, dushanba kuni subhi sodiqda voqea bo'lgan edi. Siz bilan bizning ulug' zotimiz Muhammad Mustafa mana shu kunda tavallud topdilar. O'sha davrda qiyinchilik davrlari edi. Makka issiq. Arablarda ayollari bolalarini o'zlari emizmas edilar. Ular o'ylardiki, issiqda bizni sutimiz aynib qoladi. Shuning uchun iloji boricha bolani salqin joylardagi ayollarga berib, u yerda emizdirib katta qildirishar va o'sha ayniqsa o'sha Bani Sa'd qabilasi degan qabilaga berishni yaxshi ko'rardi. Chunki ular ayni tog'da yashardilar. Havosi toza, tili toza, bolani tili ham chiroyli chiqadi, ko'rinishi ham chiroyli bo'ladi deb Bani Sa'dga berardilar. Har yili yoz mahalda yoki bahor mahalda 2 marta Bani Sa'd qabilasidagi yangi chaqaloqlagan, jijilagan ayollar kelib, Makkadagi boy odamlarni bolalarini olib ketib, boqib berib tirikchilik o'tkazishardi. Ularning tirikchiligi shun bilan edi. U kuni ham keladigan mahali yaqinlashdi, bir hafta bo'ldi. Hamma kutyapti, Bani Sa'd qabilasidan hamma kelyapti deydi. Bani Sa'ddan ham hammalari shoshilgan, tezroq borib biror bir boyni bolasini olishga intilgan, bir-biri bilan musobaqalashib, aravalarda, otlarda, hashirlarda yugurib kelyapti. Bittagina oila chiqib keldi. Halima Sa'diya degan bir ayol bor edi. Uni erini laqabi Abu Kabsha edi. Kabsha bilan birga chiqdilar. Aravaga o'tirdilar. Baxtga qarshi eshagi yurmadi. Oriq arava buzuq zo'rg'a ketyapti. Halima esa eriga hali to'xtamay gapiryapti. Uring bu badbaxtni, qattiqroq uring. Oxirida qolib ketdik. Borgunimizcha chaqaloq tugaydi. Axir qanaqa qilib yashaymiz? Bitta boyni bolasini tezroq olaylik biz ham. Oldingilar ketib olib bo'ldi. Siz bo'lsa bitta eshakni yurgiza olmaysiz deydi. U hadib eshakni urar.
eshakni esa xuddi birov jugani tortib turgandek yurmas edi. Ular borganda haqiqatda qolganlar qaytib kelyotdi. Hammasi bolalarda olib bo'lgan, lekin ular ham birinchi bo'lib Rasulullohning uylariga kirgan edilar. Borib so'radilar, qayerda chaqaloqlar bor? Mana bu xonadonda, falonchining xonadonida, Abdul Muttalibda ham nabirasi bor bu yerda. Hammalari Abdul Muttalib sardorligini eshitib kirardilar. Qarasa Malak Simon bolani ko'rardilar. Shunda olib biz boqaylik deydilar. Omina onamiz ularga bir gap aytadi. Mayli boqinglar, emizib katta qilinglar, lekin bir uzrimiz bor. Mening bolam yetim, otasi yo'q. Siz kutgan narsani bera olmasligi mumkin. Bu gapni eshitishi bilan bolani erkalab qaytib berar, indamay qaytib chiqib ketishardi. Alal oqibat hech kim olmadi. Omina onamiz yig'lab bolasini bag'riga bosib o'tirdilar. Abdul Muttalib ham bundan juda ta'sirlandilar. Nahotki meni nabiramni endi hech kim boqib bermay shu issig'ida qiynalib tursa-ya, nega bunday bo'ladi dedilar. Oxiri Halima onamiz keldi. U xonadonda hech kimda chaqaloq qolmadi. Bittasi aytdiki, shu Abdul Muttalib degan odamni ko'rsatib, shu odamning nabirasi bor, shuni oldiga bor dedi. Undan oldin hech kim olmaganini eshitsa ham ilojsiz yana bolasiz qaytamizmi dedi-da Halima onamiz Abdul Muttalibni oldiga bordi. Nabira ko'ribsiz, muborak bo'lsin. Ruxsat bersangiz biz boqib bersak dedi. Bir qaradilar, ma'noli qaradilar. Ayolni boshdan oyog'iga qarab, o'ta kambag'alligini ko'rdilar. Tur yur dedi. Hujraga olib kirdilar. Bolani qo'liga oldilar. Shunda Omina onamiz iloji boricha hammasiga bir gapni aytardilar. Yetimligini izhor qildilar. Aytdilarki, yetim dedilar. Shunda yana Halima ham o'ylanib qoluvdi. Abdul Muttalib bu gapni eshitib yig'lab yubordi. Qizim nima deyapsan dedi. To'g'ri, nabiramning otasi yo'q, lekin bobosi bor dedi. Jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasamki, shuncha boylar berganidan ko'ra ko'proq narsa beraman senga qizim dedi. Boqib ber nabiramni dedilar. Omina onamiz mayli avval bir emizib ko'rsinlar, bola emsa olib ketadi dedi. Bu gapni kutmagan edi. Bu gapni eshitib Halima onamiz tura olmay qoldi, o'tirib qoldi. Chunki eri ham bilmaydigan, hech kim bilmaydigan bitta illati bor edi. Halima onani bir necha yildan beri bitta ko'kragi qurib, sutsiz bo'lib qolgan edi. O'ng ko'kragi, faqat chap ko'kragida sut bo'lardi. Unda ham hozir tuqqan bolasiga yarasha ham suti yo'q. Endi hozir emisi sut chiqmasa bolani bermaydi. Qo'rqqanidan olib emizmoqchi bo'ldi. Go'dagini og'zi ochilmadi. Har qancha urilsa ham ochilmadi. Shunda Omina onamiz, meni bolam yaxshiligi alomati o'ng tomondan boshlang dedilar. O'ng ko'kragingizni bering dedi. Bu gapdan Halimani butun vujudi qaltiradi. Tamom, endi nima bo'ldi? Hozir kasalimni biladi-da bolani olib qoladi dedi. Nima bo'lsa ham bo'lsin, hozir sutim yo'q deb qo'yaman-da deb shundoq o'ng ko'kragini qo'ydi-yu, butun vujudi qaltirab ketdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, bir necha yildan beri qurib turgan ko'krak to'lib tosha boshlagan edi. Go'dagini og'zining chekalaridan sutlar oqib ketadigan darajada sut chiqayotdi. Yig'lab yubordi-da, bola uchun hech narsa bermasangiz ham olaman dedi. Bu holatdan ta'sirlanib boqib berishlikka rozi bo'ldi. O'rab berdilar. Chiqib ketayotib, orqasiga o'girilib Omina onamizdan, qizim dugonam, sizdan bir narsa so'rasam maylimi dedilar. So'rang opajon, bolamni siz ham endi onasi bo'ldingiz. Go'dakka surkagan atirdan ozgina bermaysizmi dedi. Ayol bo'lib yaralibmanki, bunaqa hidni hidlamaganman dedi. Shu atirdan ozgina bering dedilar. Omina onamiz kuldilarda, afsuski bera olmayman. Chunki bolamga hech qanaqa atir sepmaganman. O'zim ham hayronman. Tug'ilgandan beri shunaqa hidi bor dedi. Halima hayron bo'ldi. Balkim ishonmadi, chiqib ketdi. Halima onamiz aytadilarki, meni uyimga Muhammad yoshligida alayhisalom kelibdiki, na ochlikni bildik, na uyimizda janjalni ko'rdik deydi. Ana u go'dak shu uyga kelib baraka bo'ldi. Avval yetim deb olmaganlar o'zlarini chinchiladilar, dod dedilar. Qani endi shu bola bizniki bo'lganda edi dedilar, chunki bu uyga baraka to'lib ketgan edi. Mana shunday qilib payg'ambarimiz alayhisalom 5 yoshlarigacha mana shu Halima onamizning qo'llarida bo'ldilar. Endi bu tarixiy voqealar azizlar juda ham uzoq voqea. Halima onamiz qaytarib olib keldilar 2 yoshida, yana olib ketdilar. Qaytarib olib kelganlarida endi Omina onamiz ancha betoblanib qolgan edi. Omina onamiz kasal bo'lib qoldilar. Rangi sarg'ayib qoldi, qaddi bukilib qoldi. Chunki 2 oygina kelin bo'lib beva bo'lishlik, dunyodagi eng yaxshi ko'rgan o'g'li boshqasining qo'lida bo'lishligi bu ayolga og'ir qiyinchiliklarni olib keldi. Abdul Muttalib ham keliniga qarab qo'yar edi. Kelinim kasal bo'lyapti deb o'ylardi. Nabiralari kelgandan keyin niyat qilib oldiga keldida, qizim,
bir karvon chiqib ketyapti ekan, Yasribga ketyapti. Nabiram ham keldi. Umma Aymana cho'ri ayolni olib bir borib havo almashtirib kelmaysizmi qizim dedi. Shu bahonada Abdullohning qabrini ham ko'rib kelarmiding dedilar. Shu gapni ayta olmasdan qiynalayotdilar. Rozi bo'ldilar. Umma Aymana va kichik Muhammad alayhisalom karvon bilan Yasribga qarab ketdilar. Butun Yasrib xalqi kutib oldi. Bani Najjar qabilasi kutib oldi. Hamma Yasribga gap tarqab ketdi. Makka dan kelgan bolani ko'rdinglarmi? Hidini bildinglarmi? Ajoyib hidi bor ekanmi? Yuzidagi go'zalligini ko'rdingizmi? Hamma bir-biriga shu gapni gapirardi. Umma Aymana esa bolani ehtiyot qilib birortasi ko'rmasin derdi. Bilmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh bolalarga qo'shilib bir cho'milib ham oldilar. Shundoq bir daryoga tushuvdilar, hamma bolalar atrofini o'rab oldi. Umma Aymana yugurib qarasalar, orqasidagi payg'ambarlik muhridan chiqib turgan nurni ko'ryapti. Darrov kiyintirib oldilarda bolani olib chiqib oldilar Umma Aymana. Mana shu holatda ular bir necha kun turdilar. Bu orada Omina onamiz Abdullohning qabrini ziyorat ham qildilar. Qabrga borib yig'ladilar. O'g'il ko'rganini, ismini Muhammad qo'yganini, sifatlarini aytib yig'ladilar. Qaytib kelayotganda Makka bilan Madina orasidagi Al-Avvo degan qishloqqa kelganda Omina onamiz xastaligi kuchayib qoldi. Yotib qoldilar. Umma Aymana tashvish qilardi. Bu qora cho'ri sadoqatli ayol edi. Unga iltimos qilar, davolaylik, qaranglar derdi. Abvoliylar ham bir chodirga olib kirdilar, tabiblar olib keldilar. Hamma yonidagi go'dakka oshiqdi. Shu go'dak ham yetim bo'lib qolmasin derdilar, lekin afsus, na abvoliklar, na Umma Aymana, na Omina onamizni o'zlari bir haqiqatni bilmasdi. Bu haqiqat avvalgi kitoblarda oxiri zamon payg'ambari yetim o'sadi degan gap yozilganidan bexabar edi. Omina onamiz oxirgi nafasini ola boshladi. Qarshisida o'tirgan, endigina 5-6 yoshga kirgan dunyodagi eng go'zal o'g'li cho'kka tushib o'tiradi. Azizlarim, bundan ortiq musibat yo'q. Inson uchun onani jon berishidan, qarashdan ortiq musibat yo'q. Musibatlar ko'pdir, onadan ayrilishlar bordir, lekin o'zingizdan oling azizim, onani jon berishligiga kim qarab tura oladi? Bu imtihonni qanday qilib boshdan o'tkazishlik mumkin? Bu og'ir musibat. Lekin 6 yoshida turgan bu zot bu imtihonni boshdan o'tkaza boshladi. Ona qarshisida cho'kkaladilar. Ko'zlaridan, dunyodagi eng go'zal ko'zdan ilk yoshlari oqa boshladi. Termilib turar ekan, bolam oldimga keling dedilar. Oldiga keldilar. Sizga bir gapni aytaman dedi. Shu paytgacha aytmagan gapim bor. Agar meni ko'rgan tushlarim rost bo'lsa, siz butun olamni sayyidi bo'lasiz. Lekin men sizning sayyidligingizni ko'ra olmadim bolam dedi. Yetim tug'ilgan edingiz, endi yetim o'sishingizga to'g'ri keladi. Oxirgi iltimosim, sizdan chiqib turgan jannat hidingizdan bir hidlashga ruxsat bering dedi. Bag'riga bosdilar. Bo'ynidan to'yib hidadilar-da, qo'llari bemajol jon berdi. U zotning ko'zidan yosh oqdi. Tarixchilar shunday aytadilar-ki, payg'ambarimiz alayhissalomning ko'zidan 6 yoshida onasidan ayrilib oqqan yoshlar 12 yoshida bobosi olamdan o'tganga ulanib ketdi. Keyinchalik ummat g'amida o'tdi. O'zini farzandlarini qabriga qo'yishligida o'tdi. Oxiriga qadar to dunyodan o'tguncha bu ko'z yoshlar to'xtamadi azizlar. Hammasi faqat boshqalar uchun edi. Eng oxirida ham ummat uchun ko'z yosh to'kib ketdilar. Yetim o'sdilar, yetim katta bo'ldilar va o'zlari ham aytardilar-ki, men yetimlar sultoniman. Yetim tug'ildim, otamni ko'rmadim, yetim o'sdim. Yetimni haqqiga xiyonat qilmanglar derdilar. Keling Rasulullohni birgina tug'ilishlaridagi holatni esladik. Ozgina hayotiga birgina nazar tashladik. Lekin u zotning payg'ambar alayhisalom bo'lib turgandagi hayotlari, sahobalar bilan chekkan zahmatlari, bu dunyodan ummat g'ami ila o'tganliklarini o'rganishligimiz ham bizga lozim ekanligini unutmaylik. Oilamizda rasulimizni tanitaylik. Ulamolar kimning uyida Shamoil Nabaviyya degan kitob bo'lsa, u uyda Rasululloh bor derdilar. Suhbat ila u zotni uyingizga kirgizing. Suhbat ila nabira va chevaralarning qalbiga, zotiga bo'lgan muhabbatni joylang. Shunday xonadonlar borki,
umr bo'yi yashab bir marta Rasululloh haqida gapirmasdan o'lib ketgan xonadonlar bor. Umr bo'yi ummatlikni da'vo qilib nabira o'g'li qizlariga biror marta seni payg'ambaring Muhammad Mustafa edi demasdan o'tib ketishlik musibatidan Alloh saqlasin. Ummatimiz muhabbatimizni ziyoda qilaylik. Ummatimiz taqvoyimizni ziyoda qilaylik. Ummatimiz dunyoni faqat dunyo g'ami bilan yurib oxiratda u zot bilan jannatda bo'lishdan bebahra bo'lmaylik azizlarim. Muslimun.uz Al-Abvo qishlog'ida onasidan ayrilgan yosh Muhammad alayhissalom Ummu Aymana bilan birga qaytib keldilar. Bir tuyada Ummu Aymana Muhammad alayhissalomni ushlab, orqasida yaqindagina mana shunda onalari Omina kelgan karvon tuyasini ushlagan holatida qaytib kelardilar. Ummu Aymanani qalbidan nimalar o'tganini Allohning o'zi biladi, lekin o'zining yonida turgan, tug'ilganidan shu kunga qadar unga mehr ko'rsatgan Ummu Aymana, ya'ni Baraka ismli bu ayol yosh go'dak bo'lib turgan nurli yuz Muhammad alayhisalomni ko'zidan oqayotgan yoshlarini qo'li bilan artib kelar edi. Ba'zan go'yoki orqadan kelib qolarmikin degan umid bilan go'dak bo'lgan Muhammad alayhisalom orqasiga qarab qo'yar, go'yo onasi kelayotgandek his qilib orqasiga o'girilib qo'yardi. Bu narsani bilgan Ummu Aymana bolani boshini silar, bag'riga bosganicha Makka tomon yurib ketardilar. Abdul Muttalib bu karvonni kutib oldi. Bo'lgan voqeadan bexabar oldilariga yugurib kelgan nabiralari Muhammad alayhisalomni qayg'uli yuzini ko'rar ekan hayratlandi. "Nima bo'ldi bolam?" dedilar. So'ng "Qani onang?" dedi. Bu gapni javobiga faqat go'dakdan yig'i eshitildi xolos. Hayron bo'lib turgan edi orqasidan kelgan Ummu Aymana bo'lgan voqeani Abdul Muttalibga aytib berdi. Abvo qishlog'ida Omina onamizni betob bo'lganini va mana shu joyda olamdan o'tib qolganligini aytib berdi. Abdul Muttalib juda ham mahzun bo'lib qoldi. Nur yuzlik nabirasini bag'riga bosar ekan, uni yuzlariga termilib turib, "Jonim bolam, endi seni otang ham, bobang ham, onang ham men bo'laman. Qayg'urmagin, har doim seni yoningdaman" deb Muhammad alayhisalomda ko'ynini ko'tardilar. Abdul Muttalib mana shu nabirasini juda ham yaxshi ko'rardi. Har kuni nabirasiga termilar ekan, hali o'g'li Abdullohni eslar, hali Ominani eslar va yonida turgan nur yuzlik nabirasining go'zal siymosiga termilar ekan, beixtiyor tez ko'zi yoshlanar edi. Nabirasini hech kimga ishonmas, doim u bilan birga edi. Hattoki salobatli bo'lgan Abdul Muttalibning xonadoniga ijozatsiz kira oladigan faqatgina mana shu nabirasi Muhammad alayhissalom edi. Abdul Muttalibning bu zotdan tashqari yana juda ko'p nabiralari bor edi, ammo lekin Muhammad alayhissalomga o'zgacha mehr, o'zgacha muhabbat qo'ygan edi. Kunlar o'tib borar, nabirasini har kuni ehtiyot qilar, parvarish qilar, biror bir zarar yetib qolishligidan qo'rqib birga yashardilar. Hattoki Abdul Muttalibning yoniga shirin taom qo'yilganda nabirasi omonat Muhammad alayhisalom bo'lgan nabirasi kelmaguncha taomni ham yemas edilar. Oldilariga qo'yilgan taomni nabirasi bilan birga baham ko'rar. Bu nabirasi go'dak bo'lishiga qaramasdan ba'zan Abdul Muttalib nabirasi bilan ba'zi narsalarni maslahatlashib ham turardilar. Ajib bir voqea bo'ldi bir kun azizlar. Makka mukarramada bilasizlar, qurg'oqchilik ko'p bo'ladi. Yomg'ir yog'ishlik juda ham noyob bo'lib qoladi ba'zan. O'ta o'sha yili qurg'oqchilik bo'ldi. Hamma qurg'oqchilikdan tashvishda, mol hollari o'lib ketishligidan qo'rqadi. Ekinzorlarda, dalalarda, adirlarda mollarga hech qanday yegani ozuqa yo'q. Hamma yo'q qurib yotibdi. Ana shunda hammalari Abdul Muttalibni oldilariga keldilar. "Ey Abdul Muttalib, Allohga duo qilaylik. Ka'batullohning egasi bo'lgan Robbimiz bizga yomg'ir bersin, duo qilaylik" dedilar. O'zlari bir necha marotaba duolar qildi, o'tmadilar. Abdul Muttalibga bu xabarni aytgandan keyin ertasiga butun xalqni to'plab balandlikka, tog' tomonga chiqdilar. Hammalari birga chiqdilar. Oldilarida nabirasi Muhammad alayhissalom ham birga edi.
Abdulmuttalib qo'llarini duoga ochar ekan: "Ey Robbim, ey ushbu Baytullohning egasi bo'lgan, Ibrohim alayhisalomning Robbisi bo'lgan Alloh, bizga rahming kelsin, bizga yomg'ir bergin" dedi-da, beixtiyor yonida turgan nabirasi esiga kelib, "Mana bu yonimda turgan yetim nabiramning hurmatidan bizga yomg'ir ato qilgin" dedi. Shu payt yonlarida turgan Muhammad alayhisalomning kichik qo'llari ham duoga ko'tarildi. Ko'ringki azizlar, shunday bir mo'jiza ro'y berdiki, osmonda quyosh charaqlab turibdi. Bir dona ham qora bulut yo'q. Birdan uzoqdan bir bulut ko'rila boshladi. Abdulmuttalib bulutga qarab hayratlanar ekan, u shunday tezlikda kelar ediki, birdan Makka ga kelib shu qadar yomg'ir yog'a boshladi. Hatto chaqmoq gulduroq ham yog'di. Odamlar uylariga borguncha shalloba hul bo'lib ketdilar. Albatta bu narsaning hikmatini Abdulmuttalibdan boshqa hech kim tushunmadi. Chunki Abdulmuttalib bu berilingan Allohning inoyatida o'zining yonida turgan nur yuzlik nabirasini sababi ekanligini bilar edi. Kunlar o'tib borar, har kuni nabirasi bilan bo'lgan Abdulmuttalib ham asta-asta qarib qolardi. Kunlardan bir kuni azizlar, yana Rasulimiz alayhissalom og'ir imtihonga qoldilar. Avvo qishlog'ida onasidan ayrilib yetim bo'lgan va bobosi Abdulmuttalibga qattiq suyanib qolgan Muhammad alayhissalom endi bir necha yil yashab turib bobosidan ham ayrilishlik imtihonini boshdan o'tkazdi. Naqadar og'ir musibatlari azizlar, onadan ayrilish, tug'ilganda otasini ko'rmaslik, endi otam ham, onam ham, bobom ham deb suyanib turgan kimsadan ayrilish og'ir edi. Bu hammasi azizlar Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan. Payg'ambarimiz alayhissalom bobosiga qattiq suyanib qolgan edi. Lekin azizlar, umr Allohning qo'lida. Alloh subhanahu va taolo hech kimda mana bu odamni biror bir ishi bor ekan, ishini tugatvosin deb to'xtatib turmas ekan. Mana buni yetimi bor ekan, katta bo'lib qolsin demas ekan. Mana bu odamning qizi bor ekan, uzatvosin demas ekan. Chunki kimni ajali yetsa bu dunyodan o'tar ekan. Abdulmuttalibni ham dunyodan o'tish vaqti soati keldi. Uyida yotib qoldi. Abdulmuttalib bu Quraysh qabilasini, Hoshimiylar xonadonining ulug'i, bir kuni bu dunyodan o'tishini o'zi ham yaxshi bilar edi. Ammo lekin dunyodan o'tishlikdan ham ko'ra unga omonat bo'lgan nur yuzlik nabirasidan ajrash og'ir edi. Nabirasining yoniga chaqirishligini so'radi. Yotibdilar, jon berish holatida oldidagilarga "Muhammadim qani?" dedilar. Yugurib chiqishib Muhammad alayhisalomni go'dakni olib kirdilar. "Bolam, bu yoqqa keling" dedilar. "Oldimda o'tiring bolam, siz o'tirsangiz yengillik bo'ladi" dedi. Qo'llarini olib lablariga bosib, jannat hidlarini hidlab, nabirasiga termilib turar ekan, nabirasining ko'zidan yana go'zal ko'zdan yosh oqayotganini ko'rdi. O'zini farzandlarini undan oldin hammasini to'plab, "Men olamdan o'tsam, nabiram Muhammad alayhisalom kimga omonat bo'ladi?" deb so'ragan edilar. Amakilar Rasulimiz alayhisolatu vasallam go'dak chog'ida hammalari ham mana shu nur yuzlik, fayzlik, baroqatlik jiyanini o'zini uyda bo'lishini xohlardi. Chunki hamma bilar ediki, bu go'dakda ajib bir xislat borligini, kimni uyida yashasa, qayerda bo'lsa u yerda baraka bo'lishligini bilar edilar. Shuning uchun hammalari "Men boqaman, ey otamiz Abdulmuttalib, ko'nglingiz to'q bo'lsin" degan gaplarni gapirdilar. Lekin Abdulmuttalib nabirasining eng ishonchli qo'lda, o'zi ham xohlab, baxtlik, saodatlik yashashini xohlardi. Yonlarida turgan nabirasi Muhammad alayhisalomga qarab, "Go'zal nabiram, siz o'zingiz nima deysiz? Qaysi amakingizni ixtiyor qilasiz?" dedilar. Go'dak Muhammad alayhisalom hech narsa gapirmadilar-da, indamasdan o'rnidan turib, amakilar ichida o'tirgan Abu Talib deb nomlangan amakisining quchog'iga o'tirib oldi. Qaror qabul qilindi. Demak, Muhammad alayhissalom amakisi Abu Talibning qo'lida qolishlikni ixtiyor qildi. Abu Talib Abdulmuttalib kabi nihoyatda Muhammad alayhissalomni yaxshi ko'rardi. Xususan uning otasi qadrdoni, jigar go'shasi bo'lgan Abdullohni ham shunday sevar edi. Abdulmuttalib
o'zining nabirasi Muhammad alayhissalomda suyukli o'g'li Abu Tolibni qo'lida qolishligidan mamnun bo'ldi. Va endi oxirgi nafasida nabirasiga termilib turar ekan, ushbu nabirasini Abu Tolibga omonat qilib qoldirdi. Uni hargiz xafa qilmaslik, uni ko'ynini olishlik, doimo mehr ko'rsatishlikni vasiyat qilib, Abdul Muttalib olamdan o'tdi. Butun Quraysh qabilasi Hoshimiylar xonadoni uchun og'ir judolik bo'ldi. Salobatlik, xalqining ichida hurmati bor, xalqi uchun, yurti uchun jonini beradigan, hammasi uchun aql va farosatda tengi yo'q bo'lgan maslahatgo'y bobolari Abdul Muttalibdan ayrildi. Abdul Muttalibning janozasiga uni dafn qilishlikka hammalari keldilar. Tobutni olib hammasi dafn qilishga ketar ekan, Abdul Muttalibning barcha farzandlari, nabiralari hammalari qayg'uli holda ketar. Ammo ularning ichida bittaginasini esa ko'zidan to'xtamay yoshga oqardi. Bu Muhammad alayhissalomning ko'zlaridan oqayotgan yosh edi. Taqdirini qarang azizlar. Payg'ambarimiz alayhissalom boshqa bir oilaning bolasi bo'lib tug'ilganlarida, oddiy bir inson bo'lganlarida bu imtihonlar bo'lmas edi. Buning hammasi Payg'ambarimiz alayhissalomni Alloh payg'ambar qilib tanlab olganligi uchun ko'rilayotgan imtihon edi. Hammasi din uchun, hammasi ummat uchun, siz bilan biz uchun bo'layotgan imtihon. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz jamoatul muslimin, mana payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning siratlaridan, hayotlaridan gapirib boryapmiz. Siz aziz jamoatdan uzr so'ragan holatda shuni bayon qilib qo'ymoqchimizki, bizlar turli tarix kitoblaridan olib arabiy matnlarini tashlab faqat o'zbekcha ifoda qilyapmizki, tushunish oson bo'lsin deb. Va ahli ilm, ulamo, tarixchi va boshqalardan bizni doimiy bu tarixiy darsimizga xulosa olib turganlardan bir uzrimiz borki, biz nihoyat darajada qisqa aytishlikka harakat qilyapmiz, chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning hayotlari azizlar, bu 63 yoshda olamdan o'tgan bo'lsalar, buni gapirib berishlikka o'zi bitta insonning umri kifoya qilmaydi. Shuning uchun biz eng qisqa joylardan aytishlikka harakat qilyapmizki, ozgina bo'lsa ham Rasulimiz alayhisolatu vassalamning hayotlarini o'rganib qolinsin. Maqsad payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning hayotini o'rganish. Maqsad u zotga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilish. Demak azizlar, avvalgi suhbatimizda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam amakilari Abu Tolib bilan birgalikda Shomga tijorat safariga borib qaytgan joylariga kelgan edik. Ushbu tarixiy voqea Abu Tolibda jiyaniga bo'lgan yana mehrini oshishlikka sabab bo'ldi. Chunki aytib o'tganimizdek, Muhammad sallallohu alayhi va sallamda hech kimda yo'q bo'lgan ajib bir mo'jizalar, ajib bir holatlarni ko'rdi. Bu narsa shu paytgacha biror bir insoniyatda bo'lmaganligini, ayniqsa Buxayro degan o'sha rohibning e'tirofi Abu Tolibda juda katta ta'sirot uyg'otdi. Ana shundan keyin qaytib kelar ekan, yanada yosh Muhammad alayhissalomga o'zini mehrini, muhabbatini yana ziyoda qildi. Uning ayoli Fatima ham yana Muhammad alayhissalomga o'zini farzandlaridan ko'ra ko'proq muhabbat qo'ya boshladi. Payg'ambarimiz alayhissalom azizlar yosh bo'lishlariga qaramasdan o'sha davrda Abu Tolibni va boshqalarni qo'ylarini boqib beradigan cho'ponlikka ham mashg'ul bo'ldilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalamning birinchi qilgan ishlari ham mana shu bo'ldi. Albatta Rasulimiz alayhisolatu vassalam o'zlari buni keyin payg'ambar bo'lganlarida ham yoshlik chog'ida qo'y boqqanliklarini ko'p gapirib o'tardilar. Rasulimiz alayhisalom faqatgina o'zining amakilari Abu Tolibni, balki boshqalarni ham qo'ylarini olib dalaga chiqib ketar, ularga qarab cho'ponlik qilar edi. O'sha cho'ponlik qilish asnosida boqqan qo'ylari boshqalarga nisbatan yaxshi semirar, sersut bo'lar va ular nihoyatda fayzli, barakatli bo'lardi. Payg'ambarimiz alayhisalom esa toza havoda, yana tafakkur, tadabburda mana shu qo'ylarni boqib yurardilar. Kunlar o'tib borardi azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom ham asta ulg'ayib bordi. Bilasizmi azizlar, payg'ambarimiz alayhisalomda yoshligida
butun Quraysh qabilasi, nafaqatgina Quraysh qabilasi, o'sha atrofdagi hammalarni e'tirof qilgan ajib bir sifati bor. Bu sifati bizga juda katta ta'lim bo'ladi. Rasulimiz alayhissalomga Muhammad Amin, ya'ni omonatdor, rostgo'y degan nomni qo'yganlar. Chunki go'daklik chog'ida ham, o'smirlik chog'larida ham payg'ambarimiz alayhissalom biror marta omonatga xiyonat qilmaganlar azizlar. Biror marta ham yolg'on gapirmaganlar. Yana bir narsa bizga juda ta'lim bo'ladiki, o'smirlik chog'ida ham, yoshlik chog'ida ham biror marta johiliyatda ishini qilmagan ekan azizlar. Hatto bir marta o'sha johiliyatdagi johillar bayramini oldiga chiqib qolganlarida u yerda bo'layotgan johillik bir ibodat, johiliy bir bayramona bir holatni ko'rmoqchi bo'lganlarda Alloh azza va jalla u zotning ko'zini uyquga ketkizgan va payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'zlari ishtirok etish u yoqda tursin, hatto ko'zi bilan johiliyatni biror bir narsasini, ibodatini yoki ularni biror bir bayramini ko'rmaganlar. Alloh mana shundan ham ehtiyot qilgan. Rasulimiz alayhisolatu vassalam juda ham omonatdor bo'lganligi uchun hammani orasida mashhur hurmatga loyiq edi. Biror bir kishi u zotga yuzlariga tik qara olmas, balki doim hurmatda, ehtiromda, u kishi kelganda o'smir yigit bo'lsa ham hamma o'zini yo'qotar edi. Kunlar o'tib borar, payg'ambarimiz alayhissalom 25 yoshga kirgan mahalda o'sha Makkadagi zodagonlardan, asl zodalardan biri bo'lgan Huvaylidning qizi Xadicha ismli ayol o'zining karvonini savdoga yubormoqchi bo'ldi. Xadicha onamizni gapirishdan oldin bu ayol haqida ham bir ozgina ma'lumot berib qo'yishligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Azizlar, Xadicha onamiz bu Huvaylid degan odamni qizlari bo'lib 5-bobolarida Qusayda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga shajaralari tutashadi. Xadicha onamiz johiliyat davrida ham nihoyatda o'zlari pokiza bo'lganligi uchun Tohira laqabini olganlar. Pok degan laqabni olganlar. Nihoyatda pokiza, nihoyatda pok, o'ta adolatli, nihoyatda husni xulq sohibasi edilar. Tabiiyki azizlar, Rasulimiz alayhisolatu vassalamdek zotga hatto jufti halol bo'lishni ham yaratgan Robbimiz o'zi iroda qilishligini yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Xadicha onamiz azizlar, Rasulimiz alayhisolatu vassalamdan avval ham 2 marta turmush qurganlar, lekin turmushlari yaxshi bo'lmasdan ajraganlardan keyin bundan keyin aslo turmush qilmayman deb o'ylaganlar. Va hamma o'sha atrofdagi qancha zodagon va badavlat, o'zining qabilasida eng obro'mand bo'lgan kimsalar ham Xadicha onamizdek ayolga uylanishni orzu qilgan bo'lsalarda, Xadicha onamiz o'zlarini nihoyatda ehtiyot qilib turmushga chiqmasdan yurganlar. Ammo Xadicha onamiz yaxshigina tijoratchi bo'lganlar, tojira bo'lganlar, ayol bo'lganligi uchun ushbu tijoratini yurgizishlikda boshqalarni, boshqa erkaklarni, xizmatchilarni yordamiga ehtiyojlari tushib turardi. Ularni karvonlarini uzoq tomonlarga, Shom sharifga, Yamanga boshqa bir xizmatchi olib borishlari lozim bo'lardi. Xadicha onamiz ham doim mana shuni o'ylab, o'ziga yaxshi bir karvonboshi izlar. Ba'zi karvonboshilar esa ko'ngildagidek bo'lmas, xiyonat ham qilar. Shuning uchun Xadicha onamiz yaxshi bir omonatchi, o'ziga munosib bo'lgan bir karvonboshini, yordamchini izlab yurardilar. Ayni paytda esa Makka Mukarramada eng omonatdor zot bu yosh o'spirin, endigina 25 yoshga qadam qo'yayotgan Muhammad Amin alayhi salatu vasallamdan boshqa ishonchli omonatdor yo'q edi. Xadicha onamizning yana bir jihati azizlar, uni Varaqa ibn Nawfal degan amakilari diniy kitoblarni, avvalgi Musa alayhisalomga nozil bo'lgan Tavrot, Iso alayhisalomga nozil bo'lgan Injil va boshqa islomdan avvalgi payg'ambar alayhissalomlarga kelgan dindan boxabar bo'lgan, diniy ma'lumotga ega bo'lganligi uchun Xadicha onamizga vahdoniyatni, avvalgi o'tmish payg'ambarlarning dinini, yolg'iz Alloh azza va jallagagina ibodat qilib kelganliklarini, Ibrohim halilulloh va Ismoil alayhissalomlarni hayotlaridan gapirib berib ham turardi. Va ba'zan Xadicha onamizga avvalgi kitoblarda oxir zamon payg'ambarini xabarlarini ham aytgan edi. Xadicha onamiz hayron bo'lib, oxirgi zamon payg'ambari qayerda keladi, kim bo'ladi degan savollariga Varaqa ibn Nawfal
oxir zamon payg'ambari mana shu Makka mukarramada tug'ilishi mumkinligini, kitoblarda shunday bayon qilganligini, u zot tug'ilganda otasini ko'rmasligini, onasiz o'sish voyaga yetishligini va yuzida, peshonasida umuman ajib bir nur borligini va boshqa sifatlarini aytib, hattoki biror marta ham johiliyat ishini qilmasliklarini, butu sanamlarga bir marta bo'lsa ham ibodat qilmasligini va ulardan g'azablanishligini sifatlarini aytib berardi. Hadicha onamiz esa qalbida mana shu oxir zamon payg'ambariga bo'lgan orzusi uyg'onib borardi. O'sha mahalda arablarda, ayollarida yilda bir marta Ka'bani atrofiga to'planib bir o'zlarining tilaklarini so'raydigan kunlari bo'lar ekan. Mana shu kunda Hadicha onamiz ham boshqa ayollar kabi Ka'bani atrofiga to'plandilar. Va mana shu joyda turli duolarni qilishlik uchun kelgan edi. Qayerdandir bir yoshi ulug', bir mo'ysafid odam Ka'bani taof qila boshladi. Taof qilib yurar ekan, u odam ehtimolki o'sha avvalgi dinlarni, avvalgi kitoblarni o'qigan, ilmlik, mulohazalik bo'lsa ajab emaski, aylanib yurib ayollarga qarab, "Ya ma'sharan niso, ey ayollar jamoasi, bugun Ka'bani egasidan, ya'ni Robbimizdan biror bir narsani tilamoqlik uchun kelgan bo'lsalaringiz, oxir zamon payg'ambariga jufti halol bo'lishlikni tilanglar" deb o'tib ketdi. Ehtimol o'tirgan ayollar hech qaysi bu gapni tushunmadi, lekin o'tirgan ayollar ichida faqatgina bir ayolning butun vujudi titrab, ko'ziga yosh kelib ketdi. Bu Hadicha binti Huvaylid edi. Chunki amakilaridan o'sha eshitgan xabarlari bo'lganligi uchun qalbida mana shu orzu paydo bo'ldi. Lekin buni hech kim bilmadi. Hadicha onamiz mana shunday ilm va ma'rifat bilan o'zlarini o'sha amakilaridan olgan ma'lumotlarni qalbida saqlab yurardilar. Birdan o'sha karvonlariga karvonboshi qilishlik ehtiyoji paydo bo'lganidan keyin atrofdan eng ishonchli odam Muhammad Amin Abdullohning o'g'li Abu Tolibning jiyani ekanligini bildilar va Muhammad alayhisolatu vasallamga odam yuborib o'zlariga karvonboshi vazifasini bajarib berishligini, tijoratini, xizmatini qilib berishligini so'radilar. Avvaliga amakilari Abu Tolib kelib, yosh jiyanlari Muhammad alayhisalomning oldilarida o'tirib, "Jiyan, eshitgan bo'lsangiz, Hadicha binti Huvaylid degan bu savdogar ayol o'zining karvoniga bir karvonboshi olmoqchi ekan xizmatga, u karvonboshi omonatdor bo'lishligini istayapti ekan, sizdan boshqa omonatdor yo'q. Agar shu karvonga xizmatga o'tsangiz yaxshi bo'lar edi. Bizni ham oilaviy iqtisodiy ahvolimiz yaxshilanarmidi ekan. Qolaversa, oxirgi paytlarda iqtisodimiz ham yaxshi bo'lmay qoldi, jiyan" deb iltimos qildilar. Lekin siz bilan biz bilamizki, Muhammad alayhisalom go'daklik chog'idan to olamdan o'tgunga qadar dunyo uchun chopgan, dunyo uchun yugurgan zot emas edi. Hatto payg'ambar bo'lishlikdan avval ham. Bu gapni eshitganlarida payg'ambarimiz alayhisalom imo qilib, ishora qilib, mayli Alloh xohlasa chaqirib qolar degan gapni gapirdilar, lekin o'zlari yugurib bormadilar. Ammo Abu Tolib amakilari jiyanlarini o'sha joyga o'zi borishligini, o'zi iltimos qilishligini xohlar edi. Lekin nachora, jiyanini yaxshi biladi. Yoshlik chog'idan dunyodan yuz o'girgan, dunyo uchun hech kim oldida boshini egmagan, mag'rur bo'lgan jiyani bir ayolning oldiga o'zi bormasligini bilar edi. Lekin Alloh azza va jallaning irodasi bilan Hadicha binti Huvaylid o'zi odam yuborib Muhammad Amin alayhissalomni xizmatga chaqirdilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam Hadicha onamizning xizmatlariga borganda, Hadicha onamiz yosh Muhammad alayhissalomni yuzlarini ko'rar ekan, o'zini tutishlarini ko'rar ekan, o'zini yo'qotdi, hayratlandi. To'g'ri, u undan avval ham bir nechta insonlar bilan muloqot qilgan, qancha xodimlar ishlatgan, lekin bundagini ko'rmagan. Chunki bu zotdagi fayz, bu zotdagi go'zal nur, bu zotdagi muattarlik, bu zotdagi vazminlik, viqor Hadicha onamizni beixtiyor o'zidan ketkizdi. Va o'sha amakisi bilan bo'lgan suhbatlar miyasini chulg'ab oldi. Faqatgina nahotki shu inson shunday bo'lsa deb o'ylar edi. Va payg'ambarimiz alayhisalomni hayotlaridan ham qiziqib o'rgana boshladi. Yetim o'sganliklari-yu, otasini ko'rmaganliklari va boshqa gaplar ham beixtiyor Hadicha onamizni chuqur o'yga boshlagan edi.
Muhammad Amin alayhissalomni karvon boshi qilib olar ekan, butun karvonini, butun tijorat molini Xadicha onamiz Muhammad Amin alayhissalomga topshirdilar. Xadichani bir xizmatkori bo'lar edi, Maysara degan. Maysaraga har safar tijoratga ketayotganda maxsus topshiriq berardi. Maysaraning vazifasi ko'proq karvon boshini tekshirish. Xiyonat qildimi, qilmadimi, tijoratda qanaqa kamchiliklar va qanaqa yutuqlarga erishdi, mana shular haqida hamma ma'lumotni to'g'risini o'zining xo'jayini bo'lgan Xadicha onamizga aytib berishlik vazifasi Maysaraga topshirilar edi. Maysarani Xadicha onamiz qoshiga chaqirdilar. Aytdilarki, Maysara, sen yana tijorat bilan birga borasan dedi. Doimidek Maysara, Xadicha onamiz hozir tijoratda, tijorat boshini, karvon boshini faoliyatini kuzatasan, tijoratda xiyonat bo'lgan bo'lmaganligini bilishlik haqida topshiriq beradi deb o'ylagan edi. Ammo boshqacharoq topshiriq aytdi. Xadicha onamiz Maysaraga qarab, sen tijorat bilan, narx-navo bilan ishing bo'lmasin. Karvon boshini kuzatasan. Mana shu karvon boshi bo'lib ketayotgan mana bu o'spirin yigitga, Muhammad alayhissalomga har bir qadamini ko'rasan va nimani ko'rsang menga aytib berasan dedi. Maysara Muhammad alayhissalom rahbar bo'lib ketayotgan tijorat karvoniga qo'shilib ketdilar. Uzoq safar bo'ldi. Boralingan manzilga yetganda kutilgandan ham ko'ra ko'proq tijorat foiz baraka ko'rdilar. Anchagina foydalar qilindi. Nihoyatda chiroyli baraka bilan qaytib keldilar. Ancha muddat o'tdi. Xadicha onamiz har kuni karvonni kutar, nima yangiliklar bilan kelishlarini intizor bo'lib kutar edi. Qaytib kelganlaridan keyin Maysarani oldiga chaqirdilar va aytdilarki, "Nima ko'rding?" dedi. Maysara xizmatkori, "Ey bekam" dedilar. "Men ko'rgan narsalarda aytsam, inson ishonmaydi" dedi. Allohga qasamki, bunday insonni ko'rmaganman. Karvonga chiqib to borgan joyimizga qadar tepamizda doimo bitta bulut soya qilib ketganini ko'rdim. Bu inson juda muloyim, viqorlik, hech kimga yolg'on gapirmaydigan, nihoyatda ajib bir husn xulq egasi ekan. Savdolarimizda ham yolg'on gapirmadi, biror marta ham yolg'on gapirmadi. Hattoki bittasi bilan tortishib qolganda bir narsadan hayron bo'ldim dedi Maysara. Nimadan degan edi? U kishidan Budda nomiga, Lut va Uzo nomiga qasam ichishni so'raganida, bu zot u qasam ichishni talab qilganiga qarab, men hayotimda, umrimda biror marta Bud nomiga qasam ichmaganman va Budga e'tiqod qilmaganman deb javob berdi. Bu javobidan men hayratlandim dedi. Ushbu gapni eshitar ekan, Xadicha onamiz beixtiyor o'ylanib, o'tirib, mulohaza qilib qoldilar. Va ajab ermaski, mana shu zotga jufti halol bo'lsam deb orzu qildilar. Alloh Xadicha onamizni qalbiga Muhammad alayhissalomga bo'lgan ajib bir ilohiy muhabbatni joyladi. Ana shundan keyin Xadicha onamiz asta o'rtaga odam qo'ydi, Abu Talibni oldiga yubordilar. Abu Talib ham bundan xabardor bo'lar ekan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan maslahatlashdilar va Rasulimiz alayhisolatu vasallam Xadicha onamizga uylanishlikka rozi bo'ldilar. Zero azizlar, o'sha mahalda urfiga muvofiq edi. U mahalda ba'zan oila qurayotganlarning yoshlari e'tiborga olinmas edi. Xadicha onamiz 40 ga kirgan ekanlar, Muhammad alayhisalom esa 25 yoshga kirganligi uchun ajablanmaslik kerak. Bu yerda bir nechta sabablar, hikmatlar bor siz bilan biz bilmaydigan. Birinchidan, o'sha davrning urfi shunday bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan Rasulimiz alayhisalom navqiron yigit bo'lishlariga qaramasdan o'z shahvoniy xirsiga berilgan zot emasligining nishonasi. O'zlaridan 15 yosh katta ayolga uylanishga rozi bo'ldilar. Umr yo'ldosh tanlashlikda ayolning vafosini, uning fazilatini, uni husn xulqini e'tiborga oldilar. Tabiiyki Xadicha onamiz ham o'zlaridan yosh bo'lganiga qaramasdan yoshi kattalardek viqorlik va oqil va omonatdor bo'lgan Muhammad alayhissalomdek zotga turmush o'rtoq bo'lishlikni o'zlariga faxr sanadilar. Va siz bilan biz kutgan, butun ummat kutgan, qiyomatgacha namuna bo'ladigan go'zal bir oila Muhammad alayhissalom va Xadicha onamizning oilalari barpo bo'ldi. Mana shu oila bizga butun umr namuna bo'ladigan oila maktabini tashkil qilib berdi.